Millat umidi. Biz bilan xalqaro inson bo'ling. Assalamu alaikum. My name is Ziadullah. Oh, this is my picture here. And some information is written like 5 year course experience. Or anyways, look, I will talk in English. I hope everybody understands here. So, what if I told you that success doesn't come after finishing the university? It can come even before finishing the university, even before starting the university. So most people think success of something that can happen after getting the diploma, after getting the qualification and things. But I would say that even before you start, the decisions that you take even before the university might help you to get what you want in your academic career, in your career as well. So I'm a teacher, as you can see. I'm an IELTS instructor. I am, general English teacher, and I teach TOEFL IBT, which is something a bit new. So I began teaching at home with no classroom, a lot of students. There was just a passion of the students, of me, and there was a determination to help the students to get what they want. And I want to thank all my teachers that helped me this. Like, they encouraged me to teach the students, to help them. First of all, I started at home as I had very small, let's say, whiteboard at home, and I used to teach my neighbors actually. So I was about 16, 17 years old, just a teenager, trying to find what I want, trying to find what my passion is. So, and then I actually kind of marketed my courses to the people, to the small children there in the street. They're playing football and etc. So after that, I started to teach. There were about 3-4 students, and yeah. But then I joined later Target Education, if you know. So I later joined there as a student, first of all. Then I had the privilege to join their teaching team as well. And there I first became an assistant teacher, then became the main teacher, and even the IELTS instructor at the end. But you know what? There was something really difficult, because sometimes I even had to work from 8 a.m. in the morning to 10 p.m. in the evening, I would say. So it was really exhausting. But anyways, all the exhaustion, all the challenges that you have in your career, what helps you to build you, I wasn't just waiting for it. I was building it, by teaching and by having this career. So then later I joined Milliard Kids. If you know, this is some project that teaches the children, business skills, investing skills, and etc. So I used to teach there as well. I didn't work there a lot, but it was also experience, because before that I only taught general English, IELTS, and things. But then I had an opportunity to try to teach business actually. So because what I was learning at university was business management, how to manage the business. So I had an opportunity to teach at the Milliard Kids, the business management as well. Then I joined RIX Education. This is where I work now actually. This is where I teach general English and IELTS classes. And there is one more chapter in my career that I really want to mention, is TOEFL IBT. So if you know, TOEFL IBT is not really something that is really popular here. Some people think of it as something too technical, or maybe they don't even know what that is. But it is something that actually spurred me into getting into this TOEFL IBT, because nobody knew how it was success, how we would do in it. So I needed to try it. So I needed a new challenge. So I decided to try TOEFL IBT as well. So I learned it, I experimented with the students, and then right now I am teaching TOEFL IBT as well. So yeah, this was actually my career. This has been my career so far. I am trying to
thrive in my career and also academic. You know how university helped me in this academic path? First of all, is that at the start, you know, in the early years, there were, and now as well, there were a lot of teachers that actually had a very good skills of English. And this is how I even improved my speaking skills, because I made this kind of presentations, you know, in my first year and other years as well. So it helped me to improve my English as well. And also I used my business skills actually to analyze those businesses that I'm working in. For example, I worked at Target Education, Rick's Education, TOEFL. I analyzed them in different ways. So how they are working with the clients, how they are dealing with those customers, let's say students, right? And how they are kind of selling, how they are functioning, all the operations in there. I used to analyze this, especially at Target Education. I used to analyze and actually suggest some of my suggestions for solving the problems that the people were facing. So yeah, the business management and alignment of business management and teaching really helped me in my career. And yeah, this was my story. I think that's it. So thanks for listening. And yeah. Xo'p, auditoriyada marketingga qiziqadigan, bu sohada ishlaydigan yoki endi karyerasini boshlamoqchi bo'lganlar bormi? Birinchi tanishib olsak yaxshi bo'lardi. Juda ham yaxshi. Xo'p, menimcha bu suhbatdan keyin bunaqa insonlar yana ham ko'payadi. Chunki Philip Kotler aytganidek, marketing bu bir kunda o'rgansa bo'ladigan, lekin uni professional darajaga yetkazish uchun bir umr kerak bo'ladigan soha. Va bizning oramizda shunaqa analitik va doimiy o'sishga qiziqadigan talabalar ko'p. Shu sababli bunaqa insonlar safi ko'paysa kerak. Meni o'zimni kesimda marketingga kirishim juda ham kutilmagan holatda bo'lgan. Ya'ni bir kuni kafeda o'tirganimda Amerikadagi Miami Modest Fashion kompaniyasi boshlig'i Norshan Muhammad Garshiya bilan tanishib qoldim va ular O'zbekistonga tashriflari, Samarqandda o'tkazgan fashion shoular haqida gapirib berdilar. Shu mavzuda videoga qarash yordamlashganimdan keyin o'sha vaqtda o'zi teaching bilan shug'ullanardim. Ingliz tilidan dars o'tardim. Keyin ular menga taklif berdilar. Keyin mana shu sohada o'zingni sinab ko'r deb marketingda internship berdilar va uni qabul qildim. 8 oy davomida Amerikadagi time zone bilan O'zbekistondan turib ishladim va u yoqdagi nima deydi, ishchilarning madaniyati har xil va u yoqdagi ishchilar ham hamma ham bitta davlatdan emas edi. Shu sababli men uchun juda ham katta tajriba bo'ldi va karyeramni qurish uchun juda ham zo'r tramplin bo'lib berdi menga. Ana undan keyin esa bu sohada hop o'zi internship bepulga ishlangan edi 8 oy davomida va o'sha vaqt davomidagi mehnat sababli nasib qildi shu sohada o'sish va hozirda Safar Travel umra agentligida faoliyat olib boraman. U yoqda mening vazifam bozor tahlili va o'sha tahlil natijalariga ko'ra strategiya tuzish, marketing strategiyalarini olib borish. Kelajakdagi maqsadlarim ham shu sohada o'sib, yana ham katta proyektlarda o'zimni sinash va hissa qo'shish. Shu edi meni storiyam. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Samandar Abduhojirov va shu universitetda 4-kurs talabasiman. IT sohasida o'qiyman. Hozirda 2 yildan buyon Beeline kompaniyasida injener sifatida, ya'ni dasturchi sifatida ishlab kelaman. Xo'p, hammasi 2-kursdan boshlangan, ya'ni 2-kursda Muslim Bank orqali bizda internship haqida ma'lumot berganlar. Ya'ni Beeline'da shu internship haqida ish ketyapti. Men sirasi topshirganman keyin internshipga va o'sha zahoti ishga kirib 4 oydan keyin haqiqiy shtatni ishga o'tib ketganman va hozirda 2 yildan buyon shu yerda ishlab kelaman. Men asosiy направлением bu Java backend developer va Python tilida kodlar yozamiz. Xo'p, o'zi dasturchi kim? Dasturchi o'zi bu sizlarni
printerlarni, kompyuterlarni to'g'rilaydigan odam emas. Dasturchi bu millionlab odamlarning hayotini yaxshilaydigan, ularga foyda keltiradigan kod yozish. Bu meni ish to'lim, bu meni kod. Juda ham Messi, har doim shunaqa. Xo'p, nima demoqchiman? Men universitet orqali juda foyda berdi, ya'ni internshipga, ya'ni stajirovkaga universitetda o'qiydigan odam kerak edi, universitet orqali kiriladi. Men shunga foyda bergan. Xo'p, nima deyman yana? Menimcha shu boshqa juda ham zo'r qilgan narsa yo'q, lekin men sizlarga maslahat bermoqchi edim. Shu IT sohasida o'qiydiganlar, IT ga qiziqmoqchi bo'lganlar o'rganishdan to'xtamaslik kerak. Chunki biz sohada har doim o'rganib turish kerak. O'rganmaslik bu sizni qolib ketadi. Bu QR kod, ya'ni bizni hozir Beeline'da stajirovkaga yana men o'zim ishlagan stajirovkada apply qilsa bo'ladi. Hozir ketyapti. Shuning uchun QR kod skaner qilinglar va bemalol saytga kirib hamma направление bo'yicha ishlar bor. Bizni universitetda agar odam ko'paysa, men juda ham xursand bo'laman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men Shahnoza Hikmatullayeva. Shu universitetda 4-kurs BTech fakulteti o'quvchisiman, talabasi. Hozirgi kunda Katta tanaffus o'quv markazi bosh administratori lavozimida faoliyat olib kelmoqdaman. O'zi karyeramni boshlashim juda ham qiziq bo'lgan. Hammada o'zini qo'rquvlari bo'ladi, to'g'rimi? Menda ham xuddi shunaqa qo'rquvli bo'lgan. Odamlar bilan gaplashishda, qanaqa muomala qilish kerak, har xil vaziyatlarda o'zini qanaqa tutish kerak, o'shalarni yengish uchun sotuv menejeri sifatida ishga kirganman. U joyda 6 oy davomida ish faoliyatimni olib bordim. Juda ham qiyinchiliklar bo'ldi orada. Meni yo'nalishim ta'lim sohasiga yaqinroq bo'lgani uchun shu o'quv markaziga qabul qilindim. Bu yerda ota-onalar bilan qanaqa muomala qilish kerak, har xil qiyin vaziyatlar bo'lib qoladi, o'shanaqa paytlarda qanaqa o'zini tutish kerak, hammasini bilib oldim. Hozirgi kunda universitet tugatgandan keyin ham men o'zimning ishim bor. Bu davomiyligini ham bilaman. Keyinchalik o'sishga ham harakat qilaman bu yo'nalish bo'yicha. Bizning yo'nalishimiz yaqin bo'lgani uchun, ya'ni boshqaruv bo'lgani uchun bu yo'nalishni tanladim. Rahmat hammaga, e'tiboringiz uchun. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Ismim Husniddin va sizlarga hozir shu Cambridge'da eski Cambridge'da o'qib, qanaqa successga erishishimizga, qanaqa ta'sir ko'rsatgani haqida ozgina gapirib beraman. Xo'p, bu ko'proq tegishli bo'ladi. Birinchi kurs va ikkinchi kurslarga. Oramizda bormi? Qo'l ko'tarib olinglar, 1-2 da bo'lsa. Xo'p, qiziqarliroq bo'lish uchun birinchi o'zimni tanishtirib olsam, B tochkamni aytib olsam, keyin sizlarga qanaqa qilib yetib kelganim qiziqarliroq bo'ladi. Xo'p, ismim Husniddin, 4-kurs talabasiman va hozirda Qo'qon shahridagi Cambridge akademiyasi hamda Summit School xususiy maktablari asoschisiman. Cambridge akademiyasining 4 ta tochkasi va Summit School'ning 1 ta tochkasi bor. Yillik oborotimiz $150,000 va qo'l ostida 30 dan oshiq xodimlar ishlaydi. Xo'p, endi bunga qanaqa yetib kelib qoldi deydigan bo'lsak, birinchi kursni tamomlaganimizdan keyin universitetda o'zi, endi u paytda foundation year bo'ladi, ya'ni CIC bo'lganmiz u paytda. Universitetda o'zi talabalar uchun, ya'ni biz CIC ning talabalari uchun internship ochgan. Yaqin 10 tacha kursdoshimiz qabul qilingan va men ham shu internshipga topshiraman deganimda, o'sha bizda qabul yopildi, chunki administratsiya, call center yopildi degan. Keyin men boshqacharoq taklif berganman. Shu men SMM mutaxassisman, marketing mutaxassisman, sizlarga marketing tomonidan yordam bera olaman deb, o'zimiz universitetga marketing mutaxassisi sifatida kirganman va shundan keyin 2 yil davomida Umjon akani o'zlari bilan, Dilmurod aka bilan, Abdurash aka bilan birga universitetda, maktabda marketing departamentini boshqarganmiz, ko'plab loyihalar qilganmiz. Ochiq gap, o'sha qabulda paytda uxlamagan kechalarimiz bo'lgan. Ya'ni
hozirgi kunda misol uchun menda o'zimni o'quv markazimni, maktabimni boshqarishda, HR'ini, moliyasini, tizimini, marketingini, qadriyatlarni boshqarishda deyarli muammo sezmayman, chunki meni orqamda 4 yillik maktab bor, ya'ni 4 yil men universitet ichida xodimlarni qanaqa boshqarish kerakligini, katta lider qanaqa bo'lish kerakligini hammasini chista opit sifatida ko'rganman. Что menda nazariya emas, ko'proq tajriba orqali bu narsa yig'ilgan. Shuning uchun menda anaqa muammo sezilmaydi deb o'ylayman. Xo'p, oramizdagi o'sha birinchi, ikkinchi kurslarga tavsiyam, chista student sifatida tavsiyamni aytgan bo'lardim. Hozirgi o'sha Instagramda kelib chiqayotgan 1 kunda $100,000 degan reklamalarga ishonmanglar. Bunaqa narsa deyarli yolg'on. Ko'proq harakat qilinglar, o'sha eng katta kompaniyalarda, eng katta ko'p tajribasi bor odamlar oldida internship sifatidami yoki ustoz shogird sifatidami ko'proq ularni opitni olishga harakat qilinglar, chunki oxirida shu narsa sizlarga zo'r rol o'ynab beradi. Agarda markaz sifatida yoki o'quv markaz yoki maktab temasida kimgadir yordam tega olsa, men bepul konsultatsiya ham qilib berishim mumkin. Sizlarga yagona bera oladigan maslahatim shu, yuqorida aytib o'tganimdek. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum hammaga. O'zimni tanishirsam, ismim Oybek Ayubov. Yagona integrator Uzinfocom kompaniyasida 1 yildan beri front-end dasturchi sifatida ishlab kelmoqdaman. Hozirda qisqacha o'zim faoliyatim haqida gapirib o'tmoqchiman. Ko'pchiligimiz biladigan MyGo, MyID hamda Dimet, Epima proyektlarda o'z hissamni qo'shib kelmoqdaman. Ko'pchiligimiz bilamiz, dasturchilar asosan hayotdan introvert bo'ladi. Mana amaliyot o'tash jarayonida men asosan shu hislatim, ya'ni introvertlikdan, ya'ni introvert emasmi, ya'ni communication skilllarimga ko'proq e'tibor berdim hamda kollegalarim bilan asosan shu yo'nalishlar bo'yicha hamda test staklarimni oshirishga harakat qildim. Front-end dasturchisi o'zi kim deydigan bo'lsak, ko'pchiligimiz saytlarga qanaqadir dasturlar kiradigan bo'lsak, ko'rinish jihatdan, ya'ni web performance, ko'pchiligimiz ishlatadigan ko'rinish, UI qismlari bo'yicha ishlaydigan dasturchi hisoblanadi. Hozirda aynan ishlab kelayotgan dasturlarimdan keladigan bo'lsak, ta'lim sohasida ko'plab proyektlarda ishlab kelmoqdaman. Ya'ni o'quvchilar biz ishlatgan dasturlar orqali o'qib bo'lib sertifikat olishlari kerak. O'sha sertifikatni oldin 20 sekunddan 30 sekundgacha oladigan jarayon bo'lsa, men shuni 1 sekunddan 3 sekundgacha tushirishga muvaffaq bo'ldim. Hamda menga bu narsalarni o'rgatgan ustozlarimiz Abdulaziz hamda Muslimbekga katta rahmat aytib o'tmoqchiman. Bu karyeram yo'lida ancha menga foyda berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Katta rahmat aytib qo'yinglar uchun. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. It's me Ogabek, final year business management student. You can see my picture and my all the information here. So I want to talk about my little story about my success, my career success. So when I was applying to many logistic company, I created professional CV and I made my personal video and I applied more than 70 companies. And I got a lot of rejection. I got some of the job offers as well, but I still kept doing these things. Even I got rejections. Those things sharpened my communication skills. I got a lot of things. I got a lot of knowledge by talking with the people, by talking with the different people with a different background. And every rejection taught me something new, which is makes sense. So my effort paid off. I got a job offer from the team project, which is the American logistics company, as a junior fleet specialist. After time passes, I became the fleet manager and the department manager. For now, we were working with the more than 70 trucks actively running, and we are operating all around the US, all around the 48 states. So what's next? Our main mission in the team project LLC is not just about delivering the freight. It's about supporting drivers by applying CSR activities, by making their life easier, and also
just supporting them at any time. So this is our main mission at our company. So what's next? There is a balance in work and study. The students always struggle balancing work and study at the same time. But to being honest, there is no balance. There is only work, there's only study, to be honest. If you want to balance it, you can make any process at any study or at work. If you want to make a progress at work, you need to focus, you need to spend more hours for the work. Vice versa. Or if you want to progress at your study, you need to spend more hours on your studies. So here's also our channels, Instagram, Telegram. You can join us. We have a bunch of job opportunities. Thank you for your time. Thank you for listening. Thank you. Хамаге, ассаламу алейкум. Всем здравствуйте. Меня зовут Муниса, и я работаю менеджером кредитно-страхового отдела в официальном дилерском центре BYD. Примерно так я представляюсь клиентам сейчас, но буквально 2,5 года назад мое знакомство с клиентами начиналось со слов: «Здравствуйте, меня зовут Муниса, и я администратор торгового зала Hyundai». Немножко переживаю. Рахман. Сегодня я хочу вам рассказать историю, которая, можно сказать, поменяла мою жизнь на 180 градусов. Это история о том, как первый рабочий опыт может стать большим путем длиною в жизнь. Начинала я свою работу с малого, как и многие из нас. Это была работа администратором торгового зала в крупной компании Hyundai. Работа была достаточно рутинная. Встречала клиентов, отвечала на звонки, следила за порядком в торговом зале. Но этого мне было недостаточно, так как я училась в университете на факультете бизнес и менеджмент. По сравнению с моими коллегами, другими девочками, у меня были амбиции немножко выше. Я хотела изучить автомобильную сферу глубже, изучить бизнес-процесс компании, поэтому я начала оглядываться на менеджеров, смотреть, как они работают, заключают сделки, как они разговаривают с клиентами, как убеждают покупать их дорогие автомобили. Далее я начала задавать им вопросы, интересоваться не только их должностными обязанностями, но и в целом вопросы, которые касаются бизнеса. Мне было это интересно, и это дало свои плоды. Через год меня повысили на должность менеджера по кредитным и страховым продуктам в Hyundai. Честно говоря, было очень страшно. Страх возникал из-за того, что в этом отделе у нас зарплата была привязана к KPI, то есть был месячный план продаж. Страх был не выполнить план, не справиться, не смочь объяснить клиенту что-то правильно. Я начала изучать конкурентов, наши условия глубже, также начала искать преимущества наших продуктов, училась доносить клиенту информацию, которую он слышит, возможно, в первый раз, как можно проще, чтобы клиент, не задумываясь, купил именно у нас. Сейчас, на данный момент, я работаю в компании BYD, которая относится к самой крупной дилерской сети Astana Motors Company в СНГ. И наша команда состоит из более чем 700 человек, поэтому я держусь на этой вакансии уже больше 2,5 лет. Я считаю, это крупное достижение. И хочу сказать, что страх не должен служить вам каким-то тем, что вас останавливает. Это, наоборот, должно быть для вас топливом, чтобы страх вас подталкивал. Правильно говорят, что нужно прыгать именно тогда, когда страшно. Спасибо за внимание. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar va tadbirimiz ishtirokchilari, men o'z nutqimni boshlashimdan oldin shu yerda o'tirganlardan bir savol so'ramoqchiman. Keyingi 5-10 yilda kim o'z karyerasini ta'lim sohasida ko'ryapti? Iltimos qo'llaringizni ko'taringlar. O'ng tomondagilar. O'ng tomonda. O'rtadagilar. Birovlar aka, siz ko'ryapsizmi?
Ustozlar, chap tomondagilar. Juda ham zo'r. Deyarli hamma o'z sohasi bo'yicha, ya'ni ta'lim sohasi bo'yicha ketmoqchi. Ismim Azambek, Business Administration 4-kurs bosqich talabasiman. Hozirgi kunda Everest o'quv markazi Beruniy filialida menejer lavozimida ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda ayni vaqtda qo'l ostimda 30 ga yaqin xodim ishlaydi. Karyeramning boshlanishi mana shu universitetda boshlangan, ya'ni 2022-yilda. 2022-yilda Gavhar opa o'tkazgan LCK debate, ya'ni tadbirkor xohlayotgan talaba yo'q, talaba xohlayotgan tadbirkor yo'q mavzusida. Universitetimizda yig'ilgan 30 dan oshiq jamoalar ichida biz finalgacha yetib kelganmiz. Va o'sha vaqtda bizga lider bu Timurbek saylangan. 24 ta talabaga finaldan so'ng tadbirkorlar bizlarga ish taklif qilishgan. Va o'sha vaqtda tadbirkorlar bizga taklif qilingan oylik summalari deyarli bizning bir oylik xarajatlarimiz bilan teng edi. Va men o'sha vaqtda shu narsani tushunib yetganman, ya'ni biz universitetni bitirganimizdan so'ng ham xuddi shunday oylikda biz o'z karyeramizni boshlaymiz. Diplom bu kelajagimiz kafolati emas. Va o'sha kundan boshlab universitetdan tashqari yana o'z bilimlarimni oshirish uchun harakat qildim. Ya'ni Profi University Profi Education asoschisi Bektosh Hatamovdan marketing kurslarini bir oy davomida o'rgandim. Undan so'ng Sharp Sales School asoschisi Islombek Ibragimovdan qo'ng'iroqlar orqali sotuv bo'yicha kurslarini tugatdim. Va tabiiyki, bu yerda o'tirgan hamma talabalar doimiy muammo, ya'ni oiladan yordam so'rash kerak yoki o'z karyerasini qurish kerak. O'shanda hamma talabalar qatori men ham o'z karyeramni qurishga harakat qildim. Ya'ni Everest o'quv markaziga ishlash uchun rezyume topshirdim. Umid akamlar biladi, ya'ni Xurshid O'roqov bilan deyarli 1 soatga yaqin bo'lgan suhbatdan so'ng ishga qabul qilinganman. O'sha vaqtda Xurshid akaning menga bergan savollar haligacha esimda, ya'ni senga 1 yil muddat, 1 yildan so'ng sen yo menejer bo'lishing kerak yoki o'qituvchi bo'lishing kerak. Men o'sha vaqtda ikkilanmasdan turib menejer bo'laman degan. Va o'sha kundan boshlab meni hayotim 360 gradusga o'zgargan desa ham bo'ladi. Ya'ni 6 oyda administrator lavozimidan menejer lavozimiga ko'tarilgan. 1,5 yil davomida qo'l ostimda 50 dan ortiq xodim ishlatdim. Va 1,5 yil davomida 18 mingga yaqin talaba bilan suhbat qildim. Bu kichkina raqamlar emas, ya'ni deyarli har kun talabalar bilan ishlash, ularning muammolariga yechim topish bu juda ham qiyin ishlardan bittasi, chunki har xil talaba bor. Hammasi o'zining og'riqlari bilan keladi. Ularga yechimlar berish kerak. Deyarli har bir studentda bo'lgan narsa ish boshlanishining 1-yilida endi yangi jamoaga moslashishda adaptatsiya jarayoni juda qiyin kechgan. Jamoamizdagi o'qituvchilar deyarli 3-4 yildan beri ishlaydigan xodimlar, lekin men jamoada hali yangiman va jamoaga moslashish juda qiyin kechgan. Va o'sha vaqtda men universitetga kelib, darsda Omar akadan bitta so'ragan maslahatim bor. O'sha maslahat juda asqotgan. Ya'ni agar sen jamoa bilan yaqin chiqishmoqchi bo'lsang, uni so'zda emas, amallarda bajar. Ularning og'riqlariga yechim ber. Va ular o'rgatgan narsalar bo'yicha jamoamdagi xodimlarga qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammolarni hal qilib berdi. Va bir oyga qolmasdan jamoamizda eng yaxshi xodimlardan biri bo'ldim. Ya'ni jamoamizdagilar bilan juda tez chiqishib ketdim. Bu darajaga juda tez ko'tarilishimga asosiy 4 ta sabab. Birinchisi bu ota-onamning duosi, ikkinchisi o'qituvchilarimning yordami, uchinchisi qilayotgan ishimni sevish va to'rtinchisi qattiq mehnat. Bu yerda o'tirgan talabalar deyarli hammasi o'z karyerasini boshlagan 4-kurslar. Maslahatim 2 va 3-kurslar uchun olding diplom bu kelajak kafolati emas. Haqiqiy hayot universitetdan tashqarida beriladi. Muvaffaqiyatsizlik bu yakun emas, bu yangi imkoniyatni boshlanish. O'zingizni kelajagingiz uchun faqat o'zingiz kurashasiz. Sizdan boshqa hech kim yordam bermaydi. Hammaga rahmat. Mening ismim Javohir. BTech fakultetining 3-kurs talabasiman va ayni vaqtda Beeline kompaniyasining digital servis bo'limida team lead pozitsiyasida ishlamoqdaman.
Beeline kirib kelishim juda bir ajoyib bo'lgan. Sababi abituriyentlik paytimda logistikaga juda qiziqqanman va bir nechta kompaniyaga o'z rezyumemni yuborganman. Va shundan keyin men hammasidan bir xil javob kelgan, отказ kelgan. Sababi bitta san work experience yo'q deshgan. Keyin voy deganman, shu borib qarindoshimning logistika kompaniyasida bo'lgan, unga murojaat qilgan, mana ishga kirib qo'ygan degan. Bo'ldi, ishga kiraman degan. 2 oy mobaynida meni ignor qilib yurgan, keyin ishga olmagan. Shundan keyin sal tushkunlikka tushib qolgan, depressiya paytimda bitta yaqin o'rtog'im Beeline'da ishlagan. Operatorim bor pozitsiya, baribir studentsan kir degan. Men o'ylamasdan kirganman, rezyumeni topshirganman. Sababi uydagilarga kontraktni o'zim to'layman deb laz berib qo'yganman. Shu ish 2022-yil oktyabr oyida ishga kirganman. Operator bo'lib 3 oy ishlagan. Bu juda ham qiyin bo'lgan, to'g'risi. Sababi 3 soat, 4 soat uxlar yurdim kuniga. Ertalab o'qishga boraman, kech payt ishlab, shunaqa kunim o'tardi. 3 oy mobaynida KPIlarni 200% ga bajarganman va digital servis bo'limidan menga offer berishgan, ya'ni chat platformada, Telegram platformalarida klientlarga yordam ko'rsatish bo'limiga. Men o'ylamasdan o'tib ketganman. O'ylab o'tib borganman, undan keyin u yoqda 1 oy ishlaganman va ijtimoiy tarmoqlarda brend nomidan javob bergan bo'limga topshirganman. U отделga ham o'tganman, keyin u отделga o'tgan vaqtimda Beeline universitet tomonidan taqdim etadigan har xil treninglar xodimlar uchun mutlaq tekin bo'lgan. Boshqa davlatlardan международный trening o'tadigan studentlar hammasi kelib bizga trening o'tgan. Bu treninglarga borganman, tekin bo'lgani uchun. Borib sertifikatlarni olganman va boshqa oldiga borganman. Mana shuncha sertifikatni oldim, shuncha trening o'tdim, menga ish bergan. Men xohlasang tekinga ishlayman deganman. Keyin undoq qaraganda menga kulganda, keyin bo'pti, davay degan. Bir nechta produktlarga tiqib tashlaganman. Shu produktlarda ish juda ham ko'p bo'lgan, deadlinelar qisqa bo'lardi. Vaqti bo'lardi, ishxonada kechgacha uxlamasdan qolib, ishlarni deadline ulgurib deb qolardim. Keyin ertalab institutga o'tardim. Uyga kelib uxlaydim, yana 1 soat uxlab, yana ketaverardim. Shunaqa kunim o'tardi. Keyin o'sha produktlarimizdan Oqmobile mobil aloqa ilovasi, Ritm musiqa platformasi, undan tashqari bepul to'lov sistemasi va Kinom streaming platformasi va Beeline marketlarda produktlarda ishlaganman. Bu narsalarni meni boshlig'im ko'rgan. Shuncha ishga berilib ishlayapsan, shundan keyin seni sales manager pozitsiyasiga o'tkazaman degan. Bu zo'r deganman, bu как раз ikkinchi kurs talabasi bo'lganman, sales darsimiz bo'lardi, HR darsimiz bo'lardi. Keyin shu bilimlarni qilib ko'raman degan, compare qilib ko'rganman deb topshirganman. Menga aytishgan, senga promotorlar beramiz, Oqmobile brendini reklama qilish, ya'ni har xil targ'ibot sentrlarda bizning brendimizni ko'rsatish uchun odamni yig'asan degan. Men aytdim, bo'ldi, gaz deganman. Shundan kirib HR bo'yicha darslarni olganman, nima savol berish so'raganman-da, rekrutinglardan nimadir so'raganman, borib kandidatlarni yig'ishni boshlaganman. 100 tadan oshiq, 120 tadan oshiq kandidatlardan intervyular olganman va ichidan 15 tacha va 20 tacha o'rtasida promotorlik qilganman. Ayni vaqtda o'sha promotorlarimiz butun Toshkent shahri bo'yicha bir nechta katta targ'ibot sentrlarida ish faoliyatini olib boradi va bizning brendimizni ko'rsatishadi. Jumladan City Mall, Samarqand Darvoza, Riviera, Compass va boshqalar. Bundan keyin bu narsalarni direktorimiz, call center direktoriga quloqlar yetib borgan. Mana shu bola ishlayotgan ekan, mana shunaqa ish qilayotgan ekan, student bo'lib turib, shu yoshga qaramasdan degan. Aytdim, chaqirgan meni oldiga. Borganman, aytgan, mana shunaqa qilayotgan ekansan, KPIlarni o'zing yaratibsan promotor uchun. Sam ikkinchi kursda bizda Jamshid degan ustozimiz bo'lardi. Ular bilan birga o'tirib darsdan keyin shuni gaplashib o'rganganman. Ular yordam berganlar menga, bu ham katta plus bo'lgan. KPIlarni borib ko'rsatganmiz, zapis bo'lgan. Prodajalarimiz kuniga 120 ta, 150 ta raqamlar ulanardi. Oltin raqamlargacha 1 milliardgacha bo'lgan raqamlar urishardi. Yaqinda eshitgan bo'lsangiz 20lik hammasi 0 bo'lgan raqam sotildi, 1 milliard 72 millionga. O'sha mijoz bilan menga telefon qilib gaplashgin deydi. Keyin men telefon qildim. O'g'lim mana shunaqa nomer uladingiz, shunaqa ulab berib yordam ko'rsatdim. Keyin bu narsani direktorimiz bilgan, shunda chaqirgan meni oldiga, eshikni yopib kirib o'tirdi-ya. Endi hayajonda nima bo'lyapti tushunmaganman. Aytgan, shuncha proyektlarda ishtirok etibsan, shuncha narsani qilibsan dedi. Keyin men seni team lead pozitsiyasiga o'tkazaman degan. Ya'ni mana shu produktlarni mijozlarga yordam ko'rsatish bo'limiga boshliq qilib qo'yaman degan. Men bu zo'r deganman. Ketdi deganman, bosganman. Shundan keyin 2024-yil sentyabr oyida men shu pozitsiyaga ega bo'lganman va ayni vaqtda 50 tadan oshiq xodimlarga boshliqman. Ishlab boraman. Bu nima demoqchiman? Ya'ni hamma narsa o'zingizlarni qo'lingizda. Ya'ni student men buni amalash imkoniyati yo'q deb o'ylamanglar. Qaysidir agar eshik yopilsa, albatta boshqasi eshik ochiladi. Sizlarda faqatgina mehnat va harakat bo'lsa bo'ldi. Undan Alloh beraveradi boshqasi hammasi. Barakan. Rahmat kattadan hammaga. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Bu yerga telefonimni qo'yib qo'yaman, chunki maktab vaqtidan beri ishlayman deya xotiram ancha pasayib ketgan.
Mana marketing sohasini bir vakiliman. Nimaga menda professionalniy fotka deb hayron bo'lmanglar, chunki shu sohada ishlayman. O'zim blog yuritaman Instagramda, har doim qizlar bilan ishlaganimga kerak bo'ladi. Karantin payti boshlangan desa bo'ladi marketingda, lekin undan oldin men administrator bo'lib ishlaganman. Bu yerda hamma o'quvchilar misol uchun universitet nechinchidir kursida boshlasa, haqorat qilmayman. Nechinchidir kursida eshita boshlasa, misol uchun men vashe maktab payti boshlaganman, chunki o'sha oilaviy ziddiyatlar tufayli men uydagilardan pul so'rashga xijolat bo'lganman. Har doim o'zim muammolarimni hal qilishga harakat qilaman. Doim nimadir muammo bo'lsa ham birinchi hal qilib, keyin oyimga mana shunaqa bo'lgandi deb aytib qo'yaman. Keyin ha deydilar. O'shanga maktab payti o'zi ingliz tiliga borayotganimda men har doim o'ylardim, ingliz tili bilan bog'liq bo'ladi meni karyeram deb. Va ingliz tilini juda ham yaxshi ko'rganman. O'rganayotgan paytim har doim tashabbuskor bo'lganim uchun, potensialimni ko'rsata olganim uchun menga ish taklif qilishgan administratsiyada. Men 16 yosh bo'lganman menimcha. Как administrator yordamchisida ishlardim. Kursimga skidka berishardi, ukam o'qishini o'zim to'lardim o'sha payti. U yerda administratsiyada ishlagandan keyin, u uchebniy sentr yopilgandan keyin, misol uchun ikkita o'quvchi qizchani uyiga borib dars o'tardim. Shu payt men juda ham xohlaganman katta yaxshi uchebniy sentrlarda ingliz tilini o'rganishni. Lekin umuman sharoitimiz bo'lmagani uchun mayli deb borib ko'rib, Thompson Schoolga, Cambridgega va shunga o'xshagan uchebniy sentrlarga kirib ko'rganman va Thompson Schoolni tanlab, o'shda o'qishga qaror qabul qilganman. Lekin shunda ham oylik to'lov bizga ozgina og'irlik qilgani uchun oyim o'zlari gaplashganlar va ular bu narsaga rozi bo'lishgan, bo'lib to'lov qilishimga. U yerda o'qib boshlaganimdan keyin misol uchun maktabdan chiqardimda, maktabda dars bo'lmaydi, 11-sinfda misol uchun. Sirazu dars tugagandan uchebniy sentrga borardim, ko'p vaqtimni u yerda o'tkazardim. Har doim administratsiyaga yordam berganim uchun, hamma bilan zo'r chiqishganim uchun, как tashabbuskorligimni ko'rib, o'sha Shahzod Bahadirov, Harry Thompson, balkim ko'pchilik bilar, Harry Thompson menga ish taklif qilganlar, chunki ularning gruppasida o'qiganimdan keyin administratsiyaga ish taklif qilishgan. Men ikkita qizchaga dars o'tganimda oyiga где-то 400 ming topardim. Keyin ular aytgan administratsiyada ish boshlaysan, lekin senga 500 ming oylik beramiz deyishgan. Men aytganman, kechirasizlar, men etak dars o'tib shuncha oylik olaman deganman. Misol uchun 500 ming menga bo'lmaydi, ozgina to'g'ri kelmaydi deganimga, mayli ishlab ko'ring deyishgan. Mana tavakkal qilib, bo'pti, ishlab ko'raman deganman. U payt Thompsonning bitta dona filiali bo'lardi, 2019-yil. Undan keyin yangi filial ochilganda men u yerga administrator bo'lib ishga ketganman. Obedgacha ishlaydigan bola prosta o'tirardi, kinolar ko'rib telefonida. Men obeddan keyin maktabdan chiqib borardim. Klient o'qim obeddan keyin ko'p bo'ladi. Asosiy ishimni men qilardim, keyin darsimga ham kirib chiqardim, uyqusirab bir amallab. Undan keyin oylik berish vaqti kelganda, ular menga 500 ming emas, bu hikoyani ko'pchilik ham aytib berganman. Nech pul oylik berganda bo'laysizlar? Nech pul? Yo'q, 2,5 million emas, 2019-yil. Stavkalarni ko'taramiz deb. 2 million oylik berishgan menga. Men 500 mingga rozi bo'lib kirganman. Ular menga sirazu 2 million oylik berishgan. Va u payt Korzinkani o'sha bitta dona filiali bo'lardi, Chilonzor metroda. Men o'ylardim, Korzinkaga doim boylar boradi deb. Birinchi qilgan ishim o'sha metroda ishdan chiqqanimdan keyin sirazu Korzinkaga borganman deb bozorlik qilib uyga olib borganman, xursand bo'lib. Qiz bola bo'lishimga qaramasdan, misol uchun ko'pchilik o'ylaydi, qiz bola ko'p ishlasa, agar erkaklashib ketadi, vaqtga o'tib hech qanaqa bunaqa narsa yo'q. Bemalol nima deydi, umеренно soft va shu vaqtda o'zida hard bo'lsanglar bo'ladi. Bu uchun ko'proq soft skilllarni nima deydi? Bu ham har bitta skill o'zi ishlab topiladigan narsada, har doim hard skill emas. Misol uchun o'quvchilarimga aytaman, soft skilllaringlarni ustida ko'p ishlaylar deb. Chunki xato qilgan joyinglarda ham xarizmanglar sizlarni juda ham zo'r qutqarib ketishi mumkin. Ya'ni insonlar bilan yaxshi chiqishinglar. Men o'sha Thompson Schooldan kelgan o'qiyotgan paytimda IELTS topshirganman. Undan keyin aytganlar, yoki ustoz bo'lib ishlang, yoki marketingga o'ting deganlar. Men ustoz bo'lishni vaqti xohlamaganman, chunki Thompsonda почемучкада ham ishlaganman. Дети вас доведут. Вообще jinni qorishadi. O'shaning uchun men marketingda ishlayman deganman-da, marketingga o'tib ketganman. Unda ham marketing direktori ketib qolgan, hamma ish menda qolib ketgan, karantinda uyda turib. Ko'pchilik misol uchun birinchi bo'lib o'rganib keyin ishlab boshlasa, menda naborot bo'lgan. Men birinchi bo'lib ishlab boshlab, keyin o'rganishimga to'g'ri kelgan. Tim bolli u payt 18 yosh bo'lganda, misol uchun 18 yosh ham katta deb o'ylashadi, lekin yo'q, yosh bola bo'lasiz baribir ham. Keyin klientlar bilan ishlash, ular bilan muloqot qilish juda ham qiyin bo'ladi.
chunki katta odam bilan gaplashish muloqot qilish muammolarni hal qilishni o'rganmagan bo'lasiz-u klient nimadir sen o'zing shunaqasan deb ketib qololmaysizku ular bilan hal qilishingiz kerak qanaqadir qilib va man ishlagan loyihalarim ekan bu yerda undan keyin SMM agentsiyada ishlab boshlaganman bu ishlagan proyektlarimdan bittasi juda ham ko'p uchebniy sentrlar bilan ishlaganmiz My School, Thompson School, Rix bilan ham juda ham ta'lim sohasida zerikib ketganman o'sha payt to'g'risi nima deydi SMM agentsiyada zo'r ishlaganimdan menga kompaniyada ulush ham qilib berishgan как shareholder sifatida ham ishlaganman lekin как потолокка tegib qoladi-da boshingiz уже rivojlanishga boshqa joy bo'lmaydi o'shanda ketish juda ham qo'rqinchli bo'ladi chunki shu insonlar sizni как boqqan bo'ladi shuncha payt ular bilan har xil vaqt o'tkazgan bo'lasiz lekin shu paytda o'zingizni rivojlanishingizni o'zingizni kelajagingizni ko'rib to'g'riga o'tib ketishingiz kerak bo'ladi undan keyin o'sha payti Nestvani eski oldingi marketologi Shirina Xunjanovani hozir marketing agentsiyasi bor birgaga men ishga o'tib ketganman lekin bu narsa qanaqa bo'lgan o'zi hayotimda nima bo'lsa ham tashabbuskorligim tufayli bo'lgan desam adashmagan bo'laman chunki men ularga o'zim Instagramdan yozganman nimada tadbirlar o'tkazadigan bo'lsalar o'zim borganman deb Instagramda 5-6 marta yozganman ko'rishaylik deb misol uchun bir marta ko'rishamiz deb ko'risholmay qolsa bo'pti deb tashlab qo'yasizlar-yu lekin men yozaverganman ko'rishganimizdan keyin уже kontaktlari bormi menda aytganman vakansiyalar bormi deb o'zi qanaqa qilib bilganman men ko'proq narsaga loyiqligimni menga ish takliflari kelgan o'sha payti blog yuritardim lekin misol uchun hozirgi marketing assotsiatsiyasini o'sha jyurilaridan bittasi nima deydi Otabek akadan menga taklif kelgandan keyin men bilganman ko'proq narsaga loyiqligimni va undan keyin marketing agentsiyasiga o'tib ketganman juda ham katta qo'rqinchli narsa bo'lgan men agentstvadan frilanserlikka chiqib ketishim chunki bilasizlar agar stabilniy ishda ishlaydigan bo'lsangiz stabilniy oyliginglar bo'ladi kelajakka ishonchinglar bo'ladi va hokazo lekin o'sha paytda qo'rqmasdan qo'rqinchli joyda o'zi krizisi зарождает новое начало deydigan narsa bo'lsa agar sizlarda miyalarda doim shuni osonroq bo'ladi ya'ni qanaqadir muammo situatsiya bo'lyaptimi сразу uni yangi imkoniyatga aylantirib agar o'tib ketadigan bo'lsanglar ancha oson bo'ladi hayotga qarashinglar ham o'zi hamma narsa o'sha perceptionga bog'liq bo'lganidek shu sabab men oldin o'ylardim juda ham ko'p ishlash orqali inson katta natijalarga erishadi deb yo'q ko'p ishlash orqali emas именно aql ishlatish orqali katta natijalarga erisha olasizlar misol uchun 9 dan 8 gacha ofisda ishlash orqali emas shu ishlarni ertaroq bitirib qo'ysanglar bo'ladi shunga nima deydi ko'proq aqliy mehnat ishlatib soft skilllaringizdan foydalanib va har bitta krizisni imkoniyat sifatida ko'radigan bo'lsanglar sizlarni o'sishinglar ancha yaxshi va tezroq bo'ladi hammaga rahmat baribir ishlatmadim ko'rdinglarmi Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar. Meni ismim Abdumajid Xo'jayev. Business Management BTech 3-kurs talabasiman va hozir yoqda o'z sohamda ishlayman deb bemalol ayta olaman. Sababi Primi kompaniyasida mijozlarga xizmat ko'rsatish va telemarketing bo'lim boshlig'iman. Boshqaruvdaman. Bu lavozimga erishgungacha 1 yil operator bo'lib ishlaganman. O'z boshidan ish faoliyatim 1-kurs bitirganimda ikkinchi kurs kontraktini to'lashga mas'uliyat qabul qilgim kelgan o'zimman. Sabablaman Headhunter orqali ishlar qidirish boshlaganman. Lekin aynan bu ishim kutmagan joyimdan kelgan. Headhunterda o'tlik qoldirganda meni suhbatga chaqirishgan. Suhbatda ochiqcha gaplashganman va universitetda o'rgangan bilimlarimni o'tib bera olganman. O'sha sabablaman 5 ta kandidat orasidan bitta meni ishga qabul qilishgan operator lavozimiga. Operator lavozimimda 3 oy mobaynida ketma-ketlikda oyning eng yaxshi xodimi nominatsiyasiga ega bo'la oldim. Bunda urg'u berganim men ishim sifatiga, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatiga urg'u katta berganim uchun ketma-ketlikda bu nominatsiyaga erisha oldim. Xo'p. Aynan bo'lim boshlig'i lavozimiga chiqqunimgacha 1 yil mobaynida operator bo'lib ishladim. Va yuqoridagi rukovodителlardan menga taklif keldi. Mana shu bo'lim boshlig'iga tayinlamoqchimiz deb va 3 oylik sinov muddati bo'lib o'tdi menda. 3 oylik sinov muddatida men komandaning KPI rezultatlarini 25% ga ko'tarib bera oldim kompaniyada. Va komandamda yangi atmosferani yarata oldim.
Bunga albatta sabab bolalikdan universitetda o'rgangan ilmlarim, bu fanlardan management, leadership kachesalarini ishlata olganim bo'ldi. Va eng muhimi tavakkal qilishdan qo'rqmadim. Ish boshlayotganda aynan operator bo'lib ishlagan vaqtimda menda kompaniyada katta rol bo'lgani bu o'qish bilan ishni bitta balansda olib ketish. O'qish ham qolib ketadi, ish ham qolib ketadi. Ikkalovini bittada olib keta oldim. Unda Umidjon aka albatta strategiyasi ishlata oldim. Qo'rquv bilan xohishi, aynan dars qilishda, ishda qo'rquvimni yo'l ishlata oldim bunda. Ishga bormasam, o'qishni dars qilmasam, ertaga nima bo'ladi degan qo'rquvni ishlatib, shu darajaga chiqa oldim. Sizlarga maslahatim tavakkal qilishdan qo'rqmanglar, nima ish qilishinglardan qat'iy nazar o'sha ishinglarda zo'ri bo'linglar. Shunda kelajakda albatta katta karyera rostlarga erisha olasizlar va kelajakda meni maqsadim hozir ishlayotgan kompaniyada CEO lavozimiga ko'tarilish inshaalloh. Hammaga rahmat. U paytda agar bilsanglar, 3 toifadagi grant bor edi. Bu ya'ni IELTS SAT borli studentlarga 100% grant, ikkinchisi yoki IELTS yoki SAT'si bor studentlarga 50% grant bo'lgan. Va 3-bosqich bu Superstar scholarship bo'lgan, ya'ni motivatsion video olgan holda keyin suhbatdan o'tib grant yutish, 100% grant. Men shu 100% grant Superstar scholarship sohibasiman, ya'ni birinchi kursda scholarship yutganimdan keyin suhbatga kelganimda Bahodir Meliboyev bilan va yana Gulnoza opa bor edilar. Ular bilan suhbatdan keyin menga shunaqa ish taklifi tushgan, grant sohibasi bo'lganligim uchun Students parlamentda ish faoliyatini yurg'izib, universitet kelajagiga o'z hissamni qo'shish. Students parlamentda Trip Club boshqarganman va Samarqandga trip uyushtirganmiz birinchi kursligimizda. Ya'ni keyingi u paytda agar bilsanglar, Students parlamentda Davron aka bo'lardilar, imенно Students Union'ni boshqarish va ularning tizimini yaratib bergan inson. Ular yordamida juda ko'p networking va odamlar bilan suhbat, odamlar bilan kelishuvni juda ham ko'p o'rganganman. Ancha maslahatlar berib, keyingi bosqichga o'tishimga yordam berganlar. Keyingi bosqichim shu universitetning o'zida academic advisor vakili bo'lib ish faoliyatini yuritganman. Birinchi va ikkinchi kurs talabalariga administratsiya bilan talabalar o'rtasidagi ko'prik jarayonini boshqarganmiz. Undan keyin ish faoliyatim IDP ga qanaqa kelib qo'yganim, bu invigilatordan boshlaganman. Ya'ni bilasizlar, bir haftada bir marta test bo'lsa, kandidatlarga servis ko'rsatish invigilatorlar bo'ladi, bilasizlar. Xo'p, invigilator sohasidan boshlab 1 yildan keyin supervisor darajasiga erishganman. Va undan keyin ish faoliyatim, universitetdagi ish faoliyatim o'z yakuniga yetgandan keyin IDP da ish boshqaruvchi Madina Usmon bilan gaplashib, 3 marta отказ olganman ofisga kirish uchun. 3 marta отказ berganlar, to'shda hozir vakansiya yo'q deganlar. Keyin o'sha 3-martadan keyin hamma rezyumelarimni, hamma kerakli dokumentlarimni yig'ib, Headhunterga o'z rezyumemni qoldirganman. Har xil vakansiyalarda ishlab bo'lgan. No, baribir что-то ichingizdan hech qanaqa довольный bo'lmaysiz. Xo'p deb situatsiyani shunda qo'yib yuborganman, bo'ldi, o'qib yurganman. Keyin bir kun prosta anaqada kafeda bilsanglar, hamma obedga tushadi yoki tam biz o'zimiz qizlar bilan yuramiz. Madina Usmon o'zlari kofega nodirga tushganlar. Ko'rib qolib, aytdilar, vaqtingiz bo'lsa, meni yonimga uchrab keting deb. Kutmagan paytimda 3 marta отказ olganimdan keyin shu odamni o'zi ish taklif qilganlar. Xo'p. Birinchi ishim IDPda bu call centerdan boshlangan. Call centerda 27-fevralda ish boshlab turib, menga 1 oylik muddat berilgan. Ish o'rganib olishim uchun, ya'ni испытательный срок bo'lgan. Lekin 1 oyga yetib bormagan испытательный срокim, tak 1 oy bo'lmasdan 26-kuni payshanba kuni menga aytdilar, speaking sohasiga o'tasiz. Ya'ni 1 oy emas, уже 27-kundan, juma kunidan, odatda dushanbadan yoki oyi boshidan o'tadigan bo'lsa, ishlarda, yo'q, u paytda menga shunda juma kunidan o'tasiz deganlar. 1,5 yil speaking sohasida ishlab, ekzaminatorlar bilan kandidatlarning orasidagi muloqotda, ularga bo'lgan servisda xizmat ko'rsatib, ularni sertifikatga rasmga olib, 1,5 yil davomida hozirgi holatda Remark and Investigation Coordinator lavozimida ish yuritib boraman. Xo'p. Ko'plarda savol kelib tushishi mumkin, Remark va Investigation o'zi nima va qanaqa proses? Xo'p. Remark bo'lsanglar, agar apellyatsiyaga berish jarayoni,
kandidat qaysidir seksionni apellyatsiyaga bermoqchi bo'lsa, ularni dokumentlarini yig'ish va apellyatsiya jarayonini polni boshqarish man zimmamga kiradi. Va investigation bu, agar bilsanglar, investigation bu javobi chiqmagan kandidatlar, qayta tekshiruvga tushgan kandidatlar bilan ham shug'ullanish zimmamga kiradi. Xo'p, aytayotganim bu hamma success story degan nomlangan hamma prosesimizda mani eng katta poydevorim bu universitetga harakatim va universitetdan grant yutib, shu universitetda o'z faoliyatimni boshlab, ko'p narsalar o'rganib, IDPga chiqqan darajam bo'ladi. Rahmat kattakon. Muzaffar, IDPda ishlayman. Toshkent shahar imtihon xavfsizligi va undan tashqari technical support team bo'yicha javob beraman. Xo'p, hamma gapni gapirib bo'lishdi, endi men unaqacha ko'p narsani aytmoqchi emasman. Qisqa bir o'zi o'sha ishga kirishimdagi prosesni aytmoqchiman. 2021-yil IELTS topshirganman. U paytda Oybekda bo'lardi. Endi bilsanglar, grantda bo'lardi. Speaking imtihonida o'tirgan paytim xayolimga bitta narsa kelgan. IELTS o'tdagi xodimlarni ko'rib turib, supervisor injiniyorlarni ko'rib, men ham shularga o'xshab ishlay olaman. Men ham shularga o'xshab shu kompaniyalarda ish boshqara olaman degan xayol o'tgan. Bitta narsani niyat qilganman. Ey Xudo, shu narsa nasib qilsin. Xudo xolasa shu yerda ishlash, shu yerda servis ko'rsatish, odamlar bilan ishlash, muloqot qilish nasib qilsin degan niyatda o'zimga anaqiga berganman. Oradan yillar o'tib, mana universitetga kirdim. Universitetda u paytda Gavhar opa bo'lardilar. Gavhar opaga shogird bo'lib ishladik. Sekin-sekin IGPga borib qoldim. Ochig'ini aytaman, qanaqa borib qolganim, qanaqa universitetga kelganim o'zim bilmayman. Haligacha eslolmayman. Ochig'i. Shunaqa qilib IGPga ishga kirdim. Sekin-sekin injiniyor, undan keyin supervisor, undan keyin mentor supervisor. Mana hozir Toshkent shahar imtihon venyulariga javobgar xodimman. Xulosa qilib aytganda, asosiy narsa bu odam to'g'ri niyatni yaxshi qilish va mana hozir mana sherigim ham chiqsalar kerak, Muhammad Ali. Mana shu Muhammad Ali bilan biz 2021-yildan beri do'stmiz. 2021-yilgacha to shu kungacha o'qishda ham, universitet ishda ham birga ishlab shu kunga yetib keldik. Shuning uchun niyatni to'g'ri qilish, to'g'ri do'st tanlash va to'g'ri ustoz tanlash deb tavsiya qilaman. Minbar uchun kompyuter to'g'ri kamligi uchun rahmat ko'taman. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Xo'p. IGPga ishga kirishdan oldin nega aynan shu universitetni tanladim? Shu haqida gapirmoqchiman. O'zi undan oldin Webster, Westminster shu kabi universitetlarga kirganman. Uje kontrakt kelgan. O'qiyman deganimda ustozimiz Umidjon aka bilan suhbatga borib qolganman. O'sha kuni hech esimdan chiqmaydi, ham tug'ilgan kunim bo'lgan, ham siz bilan ko'rishganman. Xo'p, mitingda nima bo'ldi? Shu ko'rishganimizda ishonch bilan aytdilar, men universitet ochyapman. Ular qanaqa katta bo'lgan taqdirda ham men ularni buzib o'taman dedilar. Shu ishonchlariga to'g'risi men ham ishondim. Shuning orqasidan shu universitetni tanladim. Universitetda birinchi kurs paytimizda trening o'tib berardilar har oy. Ikkinchi bo'lgan treningda o'zimni biznes g'oyamni aytganim sababli ularga ma'qul keldi. Shu sababli tajriba kerak u biznes qilish uchun. Imtihon markazi, men ochmoqchi bo'lgan biznes. Imtihon markazi shu sababli IGPga ishga taklif qilindi. Xo'p, hozirda CJIELTS bo'yicha menejerman. Viloyatlarimizda imtihonlar o'tkazamiz. Computer Delegate IELTS. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, asosiy vazifam klientlar bilan imtihonni professional tarzda, chiroyli va texnik muammosiz o'tkazib berish. Xo'p, sherigim aytib o'tganlaridek, 4 yildan beri har xil joylarda ishladim. Ya'ni speakingda ishladim, call center, registratsiya, hamma joyda ishlab ko'rdim. Hozirgi lavozimim CJIELTS manager. Shu. Hammaga rahmat. Asosiysi Umidjon akaga bo'lgan ishonch uchun rahmat. Shu universitetni tanlaganimga katta sabab o'sha kungi suhbat bo'lgan. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Munisa Asqarova. Men 4-kurs talabasiman shu universitetda. Men karyeram haqida nima ayta olishim mumkin? Sohalarda ko'p qilib ko'rganman, o'zim sinab ko'rganman.
man yoshligimda manga aytishgan, что sen faqatgina bitta ishda qotib qolishing kerak emas. Sen faqatgina pul topish uchun ishlashing kerak emas, balki sen o'zligingni topishing kerak va sen butun umr shu ish bilan shug'ullana olishing kerak deb aytishgan. Shuning uchun men o'zimni har xil sohalarda sinab ko'rganman. Va birinchi sinab ko'rgan soham bu ingliz tili o'qituvchisi. Men Koreya posolstvasi tomonidan ochilgan Koreya texnik sentrida ingliz tili o'qituvchisi bo'lib kelganman va u yerda 2 yil ishlaganman. U yerda koreyalik kichkina bolachalarga va koreys o'qituvchilarga dars berardim ingliz tilidan. Keyinchalik bu ishda nima desa bo'ladi, ko'p qololmaganman, chunki 40 yoshlik bo'lsa hali ham ingliz tili darsi berib yuribdimi degan narsa menga yoqmagan. Keyinchalik biz o'zimizni biznesimizni boshlaganmiz, oilaviy biznes. Village Guest House, bu mehmonxona va bu mehmonxonada men freelance gid bo'lib ishlaganman. Qarindoshlarimiz, ota-onam o'ziga boshqa viloyatlarga borib o'ziga gidlik qilishardi. Men Toshkent bo'yicha gidlik qilardim. Toshkentda ularga har xil joylarga borib ko'rsatardim. Что Toshkent faqatgina istoriyaga boy joy emas, faqatgina shunaqa emas, balki rivojlanib kelayotgan ekanligini ham ko'rsatish uchun men ularni birinchi Ko'kaldosh kabi madrasalarga olib borib, keyin Toshkent City Mall kabi zamonaviy joylarga olib borib ko'rsatardim. Keyinchalik o'zimning proyektimni ochishni boshladim. Proyektimda o'sha O'zbekistondagi studentlar chet ellik studentlar bilan birga tur qilishadi. Bu turim boshlashda juda ham xavotirlanganman, chunki bu turim $250 bo'lgani uchun har bitta studentga O'zbekistondagi studentlarga qimmat hisoblangan. $250. Shunga xavotirlanganim, что balki o'zbekistonlik studentlar kam bo'lar, kelishmas deb, lekin уже hamma narsa gaplashilgandi. Chet ellik studentlar, chunki ularga уже bilet olingandi, hamma narsa tayyor edi, lekin ibodat qilib, o'sha o'zimga ishonib, o'zimni yig'ib olib, hammaga marketingni kuchaytirib, shuni ko'rsatdim. Haqiqatan O'zbekistonda ko'p studentlar xohlashar ekan shu native speakerlar bilan vaqt o'tkazishni. Chunki bu vaqt mobaynida ular o'zini ingliz tili sohasini rivojlantirib va native speakerlardan muhim advice'lar olib, o'zini ingliz tilini improve qilishga erishdi. Va keyinchalik men har xil biznes konsaltinglarga borib ishladim. Impact Consulting, Impact Solutions va Sun Business Traininglarda ularni consulting va o'sha business consulting bo'yicha shu nima bo'ladi, business traininglarni organizatsiya qilishga yordam berdim. Va haligacha ham bu narsada yordam berib kelaman va shu orqali men har yili yozda Gruziyaga besplatniy borib dam olib kelishga ega bo'lganman. Chunki bu treninglarni asoschilari va investorlari Gollandiyadan bo'lib, ularga yordam berganim uchun, shu administratsiya komandasi a'zosi bo'lganim uchun, ular menga shunaqa o'zimni bilim darajasini oshirish uchun shu imkoniyatni berishdi. Gruziyaga borib dam olish va bu yil menga обещать qilishdi, что Amerikaga borib o'zimni bilim darajamni oshirishda yordam berishadi. Shu orqali juda ham ko'p biznes tanishlarga ega bo'ldim. Keyinchalik o'zimni 6 yildan beri qilib keladigan proyektim bu lagerlarni tashkil qilish. Lagerlarda biz bolalar uchun, o'smirlar uchun va oilaliklar uchun lagerni tashkillashtiramiz. Men o'sha aytganimdek 6 yildan beri bu bilan shug'ullanaman. Boshida aytdim-ku, o'sha o'zligimni topish uchun men harakat qilganman, har xil sohada o'zimni sinab ko'rishga va mana shu odamlar bilan ishlash, ya'ni organizatsiya части bu meni soham ekanligini tushunib yedim va shu proyektlarni olishda davom etyapman. Hammaga rahmat kattakon. Hey yo. 1 2 1 2. Yes, working. Assalomu alaykum hammaga. Cho'ta ko'rinishdan what? Okay. Sal rasmiyatchilik narsalar bor ekan. Xo'p, ko'rinishdan hamma zerikib qolganga o'xshaydi. Cho'ta qiziqroq mavzular bo'lmayapti. Hozir biz sal common narsa haqida gaplashamiz. Hammaga tushadigan mavzu.
Bu yerda mana o'chirib qo'ysanglar ham bo'lardi, man emasman, chunki prezentatsiyam yo'q, chunki unexpected bo'lib qoldi, kutilmaganda, chunki men bunaqa tadbir bo'layotganini ham bilmagandim, yetishmaganda. Hozir bugun xabar topdim, ko'chaga chiqayotganda, keyin sirazi keldim. Ozgincha gapirmoqchi bo'lgan speechim bor edi, shuni gapirishga harakat qilaman. Xo'p. Kim ingliz tili o'qituvchisi, ya'ni kim ingliz tilidan dars beradi? 1 2 3, okay. Kim dars bermoqchi bo'lgan, lekin fail bo'lgan yoki kimdir bermoqchi dars? Okay, hech kim, chunki okay, tushunarli. O'zim ITda ishlayman, lekin karyeramning boshida sal struggle bo'lgan, qiyinchilik bo'lgan. Shunda IELTS o'qib yurganimdan keyin, o'qib yurgan paytimda dars berib yuborish g'oyasiga kelganman-da. Shunda IELTSni to'xtatib turib, "Davay, dars beraylik, pulni naqshga oldi." Chunki oyligim juda past bo'lgan, даже oylik ham bo'lmagan. Shunda lekin nimadir ushlab qolganki, men ITda qoldim. Ingliz tilida dars berishga o'tib ketmadim. U paytda universitetda o'qiyotgandim ham, даже o'sha 2001-kurs, 2-kurs atrofiga to'g'ri keladi bu. Keyin nima bo'ldi? 2-kursda hamma narsa o'zgarib ketdi. Umuman 180 gradusga o'zgarib ketdi. 2-kursning oxirida Muslimbek ustozning tavsiyalari bilan Beeline kompaniyasiga ishga topshirdim. Natijada suhbatdan yaxshi o'tib, ishga qabul qilindim. Bu meni birinchi successful katta kompaniyaga kirgan ishim edi. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Men oldin o'zi introvert odam edim. Odamlar bilan chiqishmasdim, unaqa gapirishmasdim. Networking uchun ashcha yopiq edim. Даже birinchi kursni o'zida o'zimni kursdoshlarimdan boshqa hech kimni tanimasdim unaqa. Faqat o'zimni kursdoshlarim bilan gaplashib yurardim. Dars tugadi, sirazi uyga ketardim yoki o'qishimga ishimga keta olardim. Bundan oldin Beeline'dan oldin ishlaganman. Beeline'da software engineer bo'lib ishlaganman. Hozirda Amerikaning startup kompaniyasida backend dasturchi bo'lib ishlayapman. Yaqinda kompaniya o'zgartirdim, boshqa kompaniyaga o'tdim, yaxshiroq. Meni o'zgartirgan narsa bu ekstrovertlikka aylanish bo'ldi. Men ko'proq bitta narsani tushundimki, shu anaqada karyera davomida inson ko'proq spetsialist bo'lishga emas, hozirgi paytda generalist bo'lishga harakat qilish kerak. Nimaga degan savol. Keling bitta misol ko'raylik, Elon Musk. Elon Musk engineeringda zo'r emas. Elon Musk marketingda zo'r emas, ya'ni top emas. Elon Musk o'zini o'sha Teslasi yoki SpaceXlarda top emas. Uni boshqa ishchilari bor shunaqa top. Lekin u har bitta qilayotgan ishini, sohasini tushunadi. Undan azgincha biladi, bundan azgincha biladi. Hammasidan yig'ib, u bitta combine qilib, o'ziga bitta stack qilgan. Steve Jobs ham aytadigan bo'lsa, Steve Jobs ITni bilmaydi. Marketingni unaqa zo'r emas. Lekin u public speaking yaxshi. Yaxshi gapira oladi, odamlarni manipulyatsiya qila oladi. U ham hammasini bitta stack qilib, o'ziga unique bitta skillni namoyish qilgan. Natijada bu ikkalasi ochgan kompaniya successful bo'ldi. Hozir ham ketyapti. Hozirgi dunyoda hozir hamma o'zini kasbiga urg'u berishga harakat qiladi. Ya'ni more specialist bo'lishga harakat qiladi. Misol uchun IT backendchi faqat backendni o'rganishga harakat qiladi. Frontendchi faqat frontendni o'rganishga harakat qiladi. Ingliz tili o'qituvchisi faqat ingliz tilini, ya'ni faqat IELTS bo'lsa IELTSga qarab ketkish keladi, general o'qitsa generalga qarab ketkish keladi. Lekin hozirgi hamma shunaqa qilayotgan paytda eng zo'ri bu generalist bo'lish. Ya'ni har xil sohalardan azgincha olish. O'shani hammasini bitta yig'ib turib, stack qilib turib, uni bitta skillga aylantirish. Shunda siz unique bo'lasiz. Unique bo'ldingiz degani siz o'zingizni nimadirga sota olasiz. Ya'ni sizga boshqa tomondan, misol uchun siz injenersiz, plus agriculture bilasiz. Agricultureda qanaqadir informatsiyangiz bor. Agar sizga o'sha sohada qanaqadir ish qolsa, demak siz agriculture bilganingiz uchun o'sha sohaga yaqinroq ish qila olasiz. Agar siz faqat backendchi bo'lsa, yo'q faqat backendga ketishim kerak deysiz. Xuddi shunaqa narsa. Agar siz faqat hozir spetsialist bo'lishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, bu yaxshi, short termga. Lekin long termga baribir siz ekstrovertlikka aylanishingiz kerak, spetsialist bo'lishingiz kerak, ko'p narsani bilishingiz kerak. Team lead hech qachon bitta narsani o'zida ushlab qolmaydi. U har bitta odamlarni tushunish kerak. Har bitta sohani, odamlarni, ya'ni komandasini har bittasini kasbini bilish kerak. Ya'ni ular qilayotgan ishlarni tushunish kerak. Menda ham xuddi shu narsa bo'ldi. Introvertlikdan ekstrovertlikka o'tdim, boshqa sohalarni o'rgandim, yangi tanishlar orttirdim. Umuman boshqa sohadagi sferadagi marketingda bo'ladimi, sotuvda bo'ladimi, har xil sohadagi odamlar bilan tanishdim. Natijada menda o'zimda soft skilllarim rivojlanib ketdi. Yaxshi kompaniyaga o'zimni sota oladigan bo'ldim. Natijada hozir yaxshi daromadli kasbga kirdim. Faoliyatim davom etyapti. Shu maslahatim, agar hozirgi zamonda siz ko'proq spetsialistga emas, spetsialist bo'lishga emas, short term bo'ladi bu narsa, ko'proq generalist bo'lishga, ya'ni har xil sohalarni o'rganishga harakat qiling. Rahmat.